Do'stlar, men video olayotgan joyimda xotira to'lib qoldi. Shuning uchun hozir boshdan xotirani tozalab kiryapman. Nimaga bu narsalarni nimaga oldingiz desangiz, bu xotira to'lib qolganidan. Hozir daraxt kavlaymiz. Agar video yoqayotgan bo'lsa, obuna va like so'rash bosib qo'yishni unutmang. Men ham artifikat shunaqalarga o'xshagim kelyapti. Shuning uchun Minecraft videolarini chiqaryapman. PUBG videolarini ham oz chiqarganman. Levelim 40. Hozir yoqmabdi PUBG menga, umuman bo'lmaydigan PUBG 2-chi o'rinda menga, 1-chi o'rinda Minecraft, 3-chi o'rinda parking, uzuvi parking. Bilsanglar kerak. O'sha oldingi videoda qanaqadir qora nimadir topib oldim, uni oldiga boramiz hozir. Hozir kuchayib boraylik. O'zi endi video boshlanganiga 1 minut bo'ldi. Ana o'sha qora. Ozgina kovlaymiz. Ovozim sal noto'g'ri kelyapti, shuning uchun uzr so'rayman. Tiq kelayotgan bo'lsa. Keyin chetda o'rgataman azina. Bitta chetda o'rgataman. O'zi hamma chatga kirganida mana shu qiyshiq tayoqcha bo'ladi. O'shani ustiga bosasizlar, time degan joyga bosasizlar, mana shunaqa joyga olib boradi. Pastga tushsanglar, mana shunaqa narsalar bor. Ertalab yoki kechqurun qilsak bo'ladi. Men hozir nonni qilaman. Mana. Tushib ketdik. Hozir chiqamiz. Qaniydi boyaga o'shani olib boramiz. Juda yomon o'zlar kelyapti. Shuning uchun do'konda nimalar bor? Mana o'zi kelyapti. Bilasizlarmi? Yo-mayo. Tushib ketmasam bo'ldi. Yo, nima bor u yerda? Narsa qiziqyaptim. O'tga kirishga, lekin borolmayman. Ozgina kuchayib olsak, keyin boramiz. Hozir ozgina kuchayamiz. Noldan kuchayamiz. Video yoqayotgan bo'lsa, obuna va like'ni so'rab qolaman. Agar challenge'lar bo'lsa, kommentariy yozib qoldiringlar. O'zi oldingi shortsimga kirsanglar, bitta challenge bajarganman. 100 ta blokdan water drop qilish. Challenge'da hattoki o'zim ko'zinglar oldida survivalga ham o'tkazib berganman. Agar ko'rmagan bo'lsanglar, ko'rib like va obuna bosib qo'yinglar. Hammaga rahmat. 59 ta obunachi bo'ldik. Endi 100 taga harakat qilamiz. Yo, anaqa-ku bu. Yo-mayo. Nima bor? Yo-mayo do'stlar. Qanday bunday? Temirlar, oltinlar, sumratlar, obsidian, hambalar. Bolter çok kerak-ku buni. Bitti. Nima keldi?
keldi. Boya nimaga video to'xtab qoldi desanglar, mana xotirda bo'sh joy tugamoqda. Hozir video o'chib qolishi ham mumkin. Narsalarni hozir kiyib olamiz. Ana biz kuchaydik do'stlar. Biz kuchaydik. Hozir biz nima qilsak bo'ladi? Men bundan yasab, bundan ko'proq yasab va biz nima yassam bo'ladi bundan? Wow! Ko'pligini. Mana yasayman. Ana bizdan endi zo'ri yo'q. Artilarning ham qo'rqamiz. Birga bir PvP go. Arti yo'q. Obsidian oldi. Obsidian. Hop. Endi yonlarga kerak. Tak bitta dona shu narsa kerak ekan. Nimaga shuni? Flint ekan do'stlar. Hozir flint bosib ko'raylikchi. Shukran do'stlar, videoni mana shunday qilib bayramlar bilan videoni tugatamiz. Hozir hammaga xayr do'stlar. Video yoqqan bo'lsa like va obuna esdan chiqmasin. Hech kim menday bo'lolmaydi. Ko'ryapsizlarmi? Arti fakting mana narsalar orzu qiladi Artiga ishonmaylar. Arti u prosta yo'llardan video chiqarib, modlarni ishlatib, shedevrlarni ishlatib, cheatlarni ishlatib. Endi biza haqiqiy o'zini Minecraft'da o'zini cheatini ishlatadi deydi do'stlar. Negativlar bo'lsa yozib narsa o'zida. Hozir yo'q tashlayman ustimni. Ko'ryapsizlarmi meni? Ko'ryapsizlarmi? To'xtadi. Fakir narsa yo'q ekan. Sizlar bilan Asadbek keyingi videolarga ko'rishguncha.